Yaqında manga ko'proq uchrayotgan telefon bozorida o'xshash kasb telefonchi do'stlarimiz xiyda bildirishni xohlamaydigan, xiyda bilib qolsa, mush kasbdosh do'stlarimizningki bevos manfaatga ta'sir ko'rsatgan bir masala bor. Endi mushu pulni chunga tushib ketgan iqtisod qachilik mush mezgillarda pul tepishni ta'sirlashib ketdi. Buning ergishib hamda kunda har xil yangi chiroyli ko'rkam telefonlar bozorga qilinayotdi. Şu 6-7 ming 80 minglik telefonlarımı yanlış pul yok holatda situasyon bo'ldi. Yelim oldin hech qanday pul to'lamay ay bo'lib situasyon bo'ldi deb shunday uchurlar, shunday xaridorlar jiq uchrayotdi. Buningga ergishib to'g'riladimi? Shunday oldin pul to'lamay turib 6-7 ming 4-5 ming telefonni sotib olasiz degan o'xshash shunda ilollama ko'payyotir. Millatda burada ahvol yo'q. Bu ishning haqiqiy mohiyati emaslar sizlar. Masalan, 15 Pro Max misol olgan bo'lsam, bu telefonningki hozirgi o'tirchi bozor bahasi 5 ming 5,5 ming telefonningki umum ahvoli qarab, batareyaning sog'lomligiga qarab bahasi o'xshamaydi. Buningki endi finchi qilgan shirkatdan shu telefonchilarga tushirib beradigan eng yuqori summa 6 ming ko'y. Hisobda buningki oldin to'laydigan pulisi 1200 qo'yilgan bo'lsa, sizning oldin to'laydigan pul 1200 qo'yni telefonga ko'tarayotgan bo'lsa, bu telefon 4700 qo'y sotildi. Bozor bahasi o 5400 qo'ylik telefonni sizga nimishqa azal setib turdi. Eng mo'yin o'xsa mushu. Ya'ni bu telefonningki ahvoliga kelsak, bu telefon rəmli xushkan, ekran almashgan, batareya almashgan, ya jubalarni yasagan bu sabablik bahasi azam bo'lganlikdan sizga oldin to'laydigan shofer pulingizni ko'tarib turdi. Yani bu telefonni siz normal ishlatishingіз mumkin, lekin bozorga kirib sotgan vaqtda bahasi xillam to'lab ketadi yoki bo'lmay qolsa, xushak ko'shillar ko'rilib sizningga beodam qilib bir mil ziyon o'tirishi mumkin. Endi bahasiga kelsak, masalan bu rəmli tushgan telefonningki bahasi o'tirsa bilan 1 ming qo'y to'lab ketadi. 4 ming qo'y atrofida qo'yish mumkin. Dagiy men taxminiy hisob chiqarib berdim. Bu yerda hozir 4 ming qo'ylik telefonni siz normal bozor bahası setib oldingiz, buni o'simlar bilan hisoblanib kelsa, bu telefon 7 ming qo'y, 7,5 ming qo'y shu atrofda to'xtab qolishi mumkin. Shunga mush hisobni nəhayət inchiklikga hisoblagan vaqtda sizlar jiqsiyon tortib qolsa, bu masalada endi ko'pincha o'xshash kasb do'stlarimiz so'zlab bermaydi, tushuntirib qo'ymaydi. Chunki telefonda masala bor, u yerda almashgan desa, siz olmasligingiz mumkin. Shunga endi bu ahvolni yoshirib o'zining so'zsizlik qilmasa olmaydi. Shu telefonist olgan vaqtda do'stlarimiz mush nuqtaga diqqat qilishimiz kerak. Uni oldin hech qanday haq to'lamay, pul topshirmay telefonni sotib olasiz degan shuna ilonlarningki aql mohiyati shunday bo'ladi. Endi do'stlarimiz mush mazmunni bir ko'proq do'stlarimiz taqib qo'yib, yurak yesib, o'zingizga tushunchani qilib, kim qilib qolgan mazmun bo'lib qolsa, imkon qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shuna telefonga yaxshi mazmunlar bo'lib qolsa, men sizlarga yo'llab turman. Ko'pchilikga rahmat.